Buxoroda shunday bir maskan bor. Neyromed xususiy servis klinikasi. Albatta ushbu klinikaga tashrif buyurgan har bir bemor borki, u kasalxonaga emas, xuddi bir muzey yoki albatta davolanishda o'zini salomatligini tiklashga tashrif buyurgan sihatgohga o'xshaydi. Biz bugun mana shu sihatgohni sizlarga ham taqdim etishni niyat qildik. Xo'sh, Neyromed servis xususiy klinikasi. Siz ham tashrif buyurganmisiz bu klinikaga? Undagi sharoitlarni va undagi go'zal san'at asarlari, xususan bemor sifatida emas, bu yerga dam oluvchi hamda salomatligini bir vaqtning o'zida tiklovchi sifatida tashrif buyurganmisiz? Hozir birgalikda buni kuzatamiz. Inson hayoti eng oliy qadriyat. Bu hayotni asrab qolish, qilisda turgan taqdirlarga umid berish esa chinakam jasoratdir. Bugungi qahramonimiz ana shunday mas'uliyatni o'z yelkasiga olgan inson. Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi neyroxirurgiya bo'limi bosh shifokori, qolaversa Neyromed servis xususiy klinikasi asoschisi Saidov Kamol Karimovich. U kishi nafaqat Buxoroda, balki respublikamiz miqyosida o'z ishining mohir ustasi va izlanuvchi olim sifatida yaxshi bilishadi. Neyroxirurgiya tibbiyotning eng murakkab va nozik yo'nalishi. Bu yerda har bir millimetr, har bir soniya muhim ahamiyat kasb etadi. Kamol Karimovich kecha-yu kunduz bemorlar dardiga shifo izlashdan, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishdan charchamaydi. U kishi boshchiligidagi jamoat tomonidan amalga oshirilayotgan noyob jarrohlik amaliyotlari yuzlab bemorlarni oyoqqa turg'izmoqda. Yaqinda ana shunday baxt bizning oilamizga ham kirib keldi deydi bemorlardan biri. Kamol Karimovichning oltin qo'llari va yuksak mahorat sabab yaqin insonimiz sog'ayib bag'rimizga qaytdi. Bu nafaqat shifokorning bilimi, balki uning bemorlarga bo'lgan cheksiz mehri va kasbiga bo'lgan sadoqat natijasidir. Bugungi kunda tibbiyot faqatgina bilim bilan cheklanib qolmaydi. Yuqori natijalarga erishish uchun zamonaviy texnologiyalar suv va havodek zarur. Bemorning oyoqqa turishida nafaqat muolaja, balki unga yaratilgan muhit ham muhimdir. Klinikada zamonaviy standartlar asosida ta'mirlangan shinam palatalar joriy etildi. Har bir xona bemorning xotirjam dam olishi va tez fursatda sog'ayishi uchun zarur bo'lgan barcha qulayliklar, maxsus tibbiy kravatlar, doimiy nazorat monitorlari va shinam sharoitlar bilan ta'minlangan. Bu yerdagi har bir yangilik, har bir texnologiya bitta ezgu maqsadga, inson salomatligini tiklash va xalqimizga jahon standartlari darajasida xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan. Demak, klinikamizda o'quv xonamiz ham tashkil qilingan.
Bu xonamizni tashkil qilishdan maqsad hozirda Osiyo xalqaro universiteti bilan ham hamkorlik ishlarimiz davom etyapti. Bu yerda talaba yoshlarimiz tahsil olishlari uchun juda ham asosiy o'rin egallaydi deb o'ylayman bu xonamiz, chunki teoriy tasvirlar har bitta kasallik uchun aynan ma'lumot bera oladi deb o'ylayman. Mullajlarimiz ham o'sha talaba yoshlar tahsil olishida asosiy o'rin tutadi. Bu yerda hozir bir vaqt o'zida nechta talaba sig'dira olish mumkin? Bir vaqt o'zida 40 dan ortiq talabani sig'dira olamiz va 40 dan ortiq talabaga o'sha ma'ruza leksiyalarni o'qib birdaniga bilib berib bilamiz. Umuman olganda Osiyo xalqaro universitetida mutaxassislar ta'minoti bo'yicha sizlar memorandum imzolagasizlar. Memorandum. Va bu darslarni kimlar olib boradi? Bu darslarni ustozimiz Saidov Kamol Karimovich hamda men olib boramiz. Klinikamizda eng so'nggi texnologiyadan biri spa kapsula apparatini olib kelganmiz. Hozir buni bir vaqtning o'zida bir necha turdagi kasalliklarni lechena qilishda ham ozmonoterapiya, ham fizioterapiya muolajalarni ham bir vaqtning o'zida qo'llasak bo'ladi. Juda ham ko'p funksiyasi apparatni hozirda ham o'rganyapmiz, ham kasalni davolayapmiz to'g'risi. Azizlar, ayni damda biz hozir kapilyaroskopiya uskunasi, tibbiy uskunasi yonidamiz. Ushbu apparatni, demak, oddiy mana shu qo'lni qon tomirlari orqali, qon tomirlari orqali bir nechta kasalliklarni aniqlab berar ekan. Hozir nima qilamiz? Bizni tushuntirib o'tsangiz, marhamat. Hozirda apparatda o'sha o'zini jitkisi bor, bu suyuqligi, o'tkazuvchanligini yaxshilash uchun o'sha qo'lni nomsiz barmog'iga tomizgan holatda qon tomirdagi qon harakatini tekshiramiz va ko'zimiz bilan ko'ramiz. Qani? Nima qilish kerak? Qo'yiladi, barmoq qo'yiladi mana. Mana sizlar jarayonni ko'rib turibsiz. Barmoq qo'yildi. Oho, bu xuddi mikroskopga o'xshab turgan. Mikroskopga o'xshaydigan. Mana bemorda qon tomirlarini ko'rishlaringiz mumkin. Qon tomirda qon harakati. Shu darajada yorqin ko'rsar ekan, ha? Bu qachon olib kelindi bu texnika? Apparatimizga 2-3 oycha bo'lib qoldi. Yangi kelgan. Yangi apparat. Buxoroda faqat bitta hozircha bizning klinikamizda. Hozir mana shu qon tomirlarini endi harakatidan kasallik aniqlanadimi yoki uni tuzilishidanmi, nimasidan ko'rib bo'ladi? Buni o'zini instruksiyasi bor. Qon tomirdagi qon harakati hamda buni ozgina qo'lingiz ham qimirlayapti. Qimirlamaslik kerak. Qimirlamaslik kerak. O'sha aniqroq ko'rinadi. Bizda asosan qon tomirda qon harakati, quyuq suyuqligi yoki qandli diabet kasalliklari, anemiya, gastrit, eroziya, oshqozon kasalliklarini aniqlaymiz. Pufakda o'tni dimlanishi, jigar kasalliklarini. Ana hozirda sizda aytaymi sizni yo'q? Mayli, ayting. Nima kasallik bor? Jigarda bormi? O't pufagida bormi? Ajreniya bo'lishi mumkin. Ajreniya, gepatoz, ozgina xolesterin, jigar fermentlari baland, bilirubin, qoniz ham ozgina quyuq. Mana bu yerda abrazislar ham chiqadi. Abrazislar bu yerda bor, ha. Qanaqa kasalliklarda qon tomir ko'rinishi qanday bo'ladi? Qanday ko'rinadi bizda? Mana juda ham bu tibbiyotdan boshlangandan dalolat. Biz ham bu aytganda ham o'rganyapmiz, ham tekshiryapmiz shu sizda. Demak, azizlar, tashrif buyuring. Neramed xususiy demak klinikasida mana shunday bir demak tibbiy uskunalar xizmatidan foydalaning. O'z salomatligingizdan xabardor bo'ling. Neramed Servis salomatlik va innovatsiyalar maskani. Zamonaviy tibbiyot nafaqat bilim, balki yuksak texnologiya va cheksiz g'amxo'rlik demakdir. Neramed Servis xususiy klinikasi Buxoro shahrida neyroxirurgiya va nevrologiya sohasida mutlaqo yangi standartlarni joriy etgan maskandir. Yuqori texnologiyalar, aniq tashxis garovi. Klinika eng so'nggi rusumdagi tibbiy diagnostik apparatlar bilan jihozlangan. Bu yerda inson tanasidagi eng nozik nuqsonlarni ham aniqlovchi yuqori aniqlikdagi diagnostika tizimlari ishlaydi. Bu esa Kamol Karimovich kabi mutaxassislarga kasallikni barvaqt aniqlash va eng to'g'ri davolash yo'lini
tanlash imkonini beradi. Neyromed servisdagi jarrohlik xonalari jahon standartlariga to'liq javob beradi. Eng murakkab neyroxirurgik amaliyotlar, bosh miya va umurtqa pog'onasidagi mikroxirurgik operatsiyalar endilikda eng kam shikast yetkazuvchi innovativ usullar bilan ham amalga oshirilmoqda. Bu bemorlarning operatsiyadan keyingi tez fursatda oyoqqa turishini ta'minlaydi. Bemorlar uchun yaratilgan palatalar shifoxona emas, balki shinam mehmonxona muhitini eslatadi. Zamonaviy dizayn va poklik, keng yorug' va doimiy dezinfeksiya nazoratidagi xonalar. Har bir palatada maxsus funksional tibbiy kravatlar, konditsionerlar, televizor, Wi-Fi va individual hammom mavjud. Har bir bemor doimiy kuzatuv monitorlari va malakali tibbiyot xodimlarining diqqat markazida bo'ladi. Klinikada bemorlarning tezroq tiklanishi, parhez taomlar alohida e'tibor bilan tayyorlanadi. Bu yerda nafaqat jismoniy shifo, balki ruhiy xotirjamlik ham birinchi o'rinda turadi.